Akalar va nihoyat o'sha beton tandirimiz tayyor bo'ldi. Biz unga non yopdik. Birinchi bo'lib bunga bir patr yopdik. 55 ta patr sig'di. Даже 56 ta patr sig'ar ekan, 520 grammlik. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'lib pishyapti nonlar. Hozir uzib ham ko'rsatamiz. Orqalari so'rashingiz mumkin. Kessa chiqmadimi yoki beton chiqmadimi deyish mumkin. Hozir ko'rsatamiz. Mana chiroyli bo'lib pishyapti. Birinchi aka. Orqalarini ko'rishingiz mumkin birodarlar, toppa-toza, hech qanaqa beton yo'q. Havosicha balandroq olingan, sababi 2 silo yopiladi, buni uzib ketiga yana bir yopiladi. Shuni hisobiga baland olingan. Uzuncha ekan, boshqa joylardan ham chiqishi mumkin va mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa betoni yo'q, toza chiqyapti mana. Bu bir marta yog'landi xolasa, 2 marta yog'lanib, yaxshilab qizdirilib yordi, bo'ldi mana. Go'zal holatda mana mayda qo'yib, nonni yopilaveradi, chiroyli bo'lib. Ko'rishingiz mumkin. Akalar, shu nonlar chiqyapti mana patrlar. Yaxshi beryapti, rangi ham yaxshi beryapti, orqalari ham juda qiziq bo'lib qolibdi. Atak zo'r. Uji mana birinchi tandirni uzib, ikkinchi siloyda ham yopishtiryapti. Orqasiga, sirazi uzib turib, orqasiga yopishtirib ketiryapti. Vaqt aka, bu tandir qanaqa bo'pti aka? Oldingilarga nisbatan ta'sirotlar qanaqa? Yaxshimi non? Qiynamayapti? Non tishlab, tashab, shunaqa holatlar bo'lmadi? Yo'q, yaxshi. Kimsaga ham bermadi, orqasi ham chiroyli. Necha gradusda yopdingiz aka birinchi siloyda? 230 da. Picha balandroq oldik. Endi yangi tandir, hali sal sovuq olib qo'ysangiz, tandirni kessang yulib chiqmasin degan maqsadda balandroq olin. Bo'ldi akalar, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, go'zal holatda. Ikkinchi siloga ham yopishtiryapti. O'chirib qo'ying.